Assalomu alaykum akalar, tinchmisizlar, charchamay ishlayapsizlarmi? Uzoqda qo'tor bu Moskvada obyektimizdan juda obzor qilaylik dedik. Xudo xohlasa ozmi ko'p qo'ldan kelgancha xudo xohlasa ko'rsatamiz. Jinda bo'lsa ham tushuncha beramiz. Xullas bu obyektimiz asosan 4 ta etajdan iborat bo'lib, bu MVD'nin ofisi. Bu yerda biz to'rga shu elektromontajni olganmiz. Bu yerda elektrik montajimizda ikkita vuruyimiz bor. Bu tomonda vuruv bir shkaflarimiz, asosiy shkafimiz. Bu tomonimizda vuruv 2 vuruvga отдельно bittadan kelgan ko'chadan. Xullas, bu yerda asosan bizda освещениyalarimiz, ikkita liniyamiz bor. Освещениямizda рабочий avarika. Avarikalarimiz ikkita paneldan iborat bo'lib, mana panelimiz mana AV bu ikkita voltdan pitaniya keladi. Ikkita voltdan pitaniya kelib, через kontaktor o'tib ketadi-da, mana распределительный shkafimizga o'tib keladi. Xo'p, bu shkafimizda asosan bu avariyniy liniyamizga asosan ventilyatsiyani motorlari, keyin avariyniy освещенияларni, shkaflarni pitaniyalari kelib ulanadi. Bular обязательно ulangandan keyin birgalanadi. Birgalanishi kerak, buyutlari, keyin shkafga tushib kelayotgan joylar birga uriladi. Qayerdan kelyapti, qayoqqa ketyapti. Xo'p. Endi mana bu shkafimiz, har bitta shkaf etajimizda avariyniy освещениyaga alohida, рабочий освещениямizga alohida shkafimiz bor. Avariyniy освещениямizga bu yerda ikkita liniya bergan. Bitta liniyamiz pryamoy avtomat orqali yonadi. Bitta liniyamiz bu yerda nima bor? Yana bir aytish esdan chiqdi. Dizelli elektrostansiyamiz bor. Mana o'tkazgichlarimiz bir tomoni pryamoy avtomatdan olib, voltdan olib ishlaydi. Bir tarafimiz dizelli elektrostansiya orqali pitaniya olib ishlaydi. Shuni hisobiga kabelimiz ham 4 ga 2,5, 4 ga 1,5 tashalgan. Рабочий освещениямız oddiy рабочий освещение 3 ga 2,5, 3 ga 1,5 simlardan foydalanilgan. Razreshli gruppamiz bor. Har bitta etajimizda razreshli gruppa, lekin SHGB gruppamiz bor. Bu podvalniki. Xo'p, etajlarda razreshli gruppamiz ikkita gruppa bor. Kompyuterli gruppa bor. Kompyuterli gruppasini alohida qilgan, keyin alohida yana обычный nimamiz bor, rozetkalarimiz bor. Uni gruppasi alohida, shkafi ham alohida joylashgan. Keyin bu yerda bu shit uchotimiz bor. Bu shit uchotimiz oldinlarda buni etajli domlarda nima qilardik? Biz terardik. Tayyor zavodda terilgan kelardi mana katta shkaflar ichida. Buni alohida ketdi bu. Bu yerda endi birinchi marta keldi bu yerga. Buni o'zi asosan biz ulamadik. Elektroset kelib ulardi. Proyektorovchilar bilan, texnazorlar bilan gaplashganimizda aytishdi, o'zlari ulashasan dedi, nima dedi, to'lka plomba bosib ketadi xolos elektroset deb shuna deganiga bu shit uchotlarimiz vuruv 1 ga отдельный, vuruv 2 ga отдельный. Vot 1 ga bitta, vot 2 ga bitta uchotchi qo'yilgan. Bu yerda keyin ukureyim qo'yilgan. Ukureyimlarimiz bu vuruv 1 ukureyimni kichikroq berilibdi, ikkita ukureyim bor.
Bu yerda ikkita Ukrainamiz bor. Keyin monetda mana ikkita shkafimiz bor. Bu ikkita shkaf yaqinda keldi. Bu shkafimiz IBP bilan AKB. Mana yerda dizel elektrostansiya orqali ishlaydigan ikkita panelimiz bor. Bittasi AV, bittasi razvedительный shkaf. Hop, buni ham ko'rsatamiz. Hop, mana bu AVRimiz bo'ladi. Asli dizel elektrostansiya orqali ishlaydigan. Bu yerda 3 ta kontaktor qo'yilgan. Ikkitasi volt 1, volt 2 dan pryamoy keladi, bittasi dizel elektrostansiya orqali keladi. Keyin mana bu AKB IBP shkaflarimizdan bitta bundan AVRdan ketadi perimichga, qaytib kelib turib mononga kelyapti. Bunda ham где-то bir 40 ta 45 ta gruppamiz bor. 40 ta 45 ta gruppamiz ham dizel elektrostansiya orqali ishlaydi, ham o shaharda voltdan ishlaydi. Ham bu yerga qo'shimcha qilib qo'yibdi. Bu через akkumulyator orqali ishlaydigan qilyapti. Endi boshqa obyektlarda bunaqa ko'rmaganmiz, endi bu obyektga olib keldi bu akkumulyatorni. Dizel elektrostansiyani ham endi men bu yerda montaj qilyapman. Mana mnogoetajli domlarda qo'ymadik. Endi asosan bu endi administrativniy obyektlik uchun ham dizel elektrostansiyasi qo'yibdi, ham через akkumulyator orqali ishlaydigan qilyapti. Hali biz voltlarimizga ko'kargan yo'q. Mana shkafdan времяga to'k berib qo'ydik vaqtinchalik. To bu volt shaharda to'kirib berguncha.